Assalomu alaykum kichik do'stlar, Parvoz klubidan hammanglarga o'tliq salom. Bugun sizlar bilan bahrilanmoqchi bo'lgan kitobimiz Rosining shlyapasi. Avtori Julia Donaldson. Shamol birdam kuchlik, birdam ojiz chiqyotdi. Rosining shlyapasini shamol uchirib, tek qiyodan tashlabdi. Şiləpəgi sancıqlıq Mamuq bəy məyin şamalda asta-asta yerə düşdü. Aç! Küçük oyğunub şiləpəni gördü. Bu nimə? O şiləpəni məhkəm çiliginincə uçqandək çapdı. O qattiq yugurdu, su üzüşkə başladı. Beliqchi buvayning qarmiqiga Rosining shlyapasi ilindi. Voy xudoyim-ey, nasib bosdi-ku odamni. Mushuk yaplaq qovlig'incha dengiz bo'yida qanot qiqib uchib yuradi. Chashqan bo'lsa, mushuk yaplaqning yo'g'on etilgan tumshuqidan qochib qutulish uchun termishadi. Balalar shlyapani qilib loyqalar yasayotdi. 1, 2, 3, tuta! Shlyapa daraxtga ilinishib qoldi. Yillar o'tdi. Kichik Rosimu cho'ng bo'ldi. Qush bolalari qurt yeyishga bak amroq edi. Bir qancha haftadan keyin qush bolalari cho'ng bo'lishga boshladi va qanotlarini ochib uchishga boshladi. Diqqat! Ay qush! Mushuk keldi. Mushuk asta-asta yaqinlashib qushga etildi. Küçük o mushukni ko'rib qoldi. Endi qandaq ish yuz bera? Daraxtdan tusholmabsan-da, bichora mushuk. Qutquzish xodimi yetib keldi. Voy, bu Rosi ekan-ku. Ustida, texim ustida. Ha. Rosi daraxtning cho'qqisidan mushukni tutib oldi. Voy, mashni ko'ring. Bu Rosining shlyapasi emasmi? Ajoyib ish bo'ldi-da. Bu Rosining yutib ketgan shlyapasi ekan. Shlyapasiga pay chin chaplashib qolgan edi.